Ana qarang, oq sher ham bo'ladimi? Bu sher emas bolam, bu oq yo'lbars. Mana bu yoqqa yozib qo'yibdi. Qara, juda ham noyob. Dunyo bo'yicha 130 ta zooparkda bor ekan. Men senga hali oq sherlarni ham ko'rsataman. Yur ket. Ada, Ha. ayoq ham bormi? Ayu, sher, tulki, bo'ri, xullas hammasiga olib boraman. Yur ketdik. Ada, bu qanaqa hayvonlar? Bular o'g'lim juda ham xavfli hayvonlar. Boyiga ayiq, sher bor edi-ku. Ularni qorni ochsa, senga hujum qilishi mumkin. Lekin bularni qorni to'q bo'lsa ham xavfli. O'zini nafsini yo'lida hech narsadan qaytmaydi. Shundaymi bolam? Ularning kasalligi yuqumli bo'ladi. Ehtiyot bo'lish kerak. Xo'pmi? Menga pul berib turlaring, pul berib turlaring. O'yamiz, ertaga qaytaraman, xo'pmi? Javob, pul berib tur. Puling bormi? To'ymalikka chiqib ketasan, kimingni? Seni ko'radi, sen chiqib ketasan. Chiqib ketasan, kimingni? Katta farzandingizdan chiqib ketasan. Akajon, nohaqlik bo'lsa ham, pora berib bo'lsa ham xalq qilamiz aka. Siz xo'pmi? Bo'ldi, qamatib olish kerakmi? Aka, momo yo'q, biz ustasiz-ku. Nechini bo'lyapsiz? Sizni bo'lyapsizmi? Yo'q, sizni bo'lyapsiz. Qayerga tashlab ketdingiz bo'lyapsiz? Sizni bo'lyapsizmi? Yo'q, meni bo'lyapman. Gapimni eshit o'g'lim. Farishtani aqli bor, nafsi yo'q. Hayvonda bo'lsa nafsi bo'ladi, aqli yo'q. Insonda bo'lsa ikkalasi ham bor. Bular o'sha nafsini orqasidan ketganlar. Tushundingmi meni? Ketdikmi?